Assalomu alaykum, bizni kuzatib boruvchi obunachilarimiz. Navbatdagi obyektimizga kelyapmiz. Bu yerga ham termo ishlar bilan 6500 penta romlarni qo'yganmiz. Ustozlar hozir ishimizni qabul qilib olgani kelyapmiz. Xudo hozir birgalikda ko'ramiz, qanaqa chiqqanini o'zlaring baho berasizlar. Hop, ustanovka qilingan xonadonimizga yetib keldik. 3 ta eshik, 2 ta ikki tabaqali eshik, 7 ta bir tabaqali eshigimiz bor xonaniki. 2 ta yonboshi rom. Mana bu yerda 6 ta bir xil razmerda rom bor. 6500 penta bo'lgan, svetlar dubloku. Ichkaridan ko'rinishini ko'rsataman. Eshiklarimiz ochilib yopilishlari. Tepaga quplanadi. Quplanganda tepadan pastdan blokировка qiladi eshikni. Quplanganimizda zamorga nagruska kelmaydi. Ochib turib bosilsa, ochiladi. Quplanganda bu tepaga tepa past tushadi. Ichkaridan ko'rinishi. Ikkita rom. Hamma romlarimizda Ornax do'yna mexanizmlar qo'yilgan. Blokiratorlari bilan qilib porcha qilib ochib qo'ysa bo'ladi. Romimizda padakonliklar bilan bo'lgan. Ruchkalari italyanskiy rottasining ruchkalari. Shunday yopilishlari chotki. Romlarimizda hammasiga bunaqa chirin setkalar qo'yganmiz. Buni remontdan keyin qo'yib qo'yamiz deyishdi o'zlari deganlari. Shuni hisobga faqat bittasiga qo'yib ko'rsatib berildi. Qanaqa qilib qo'yib olish kerakligini. Endi eshigimiz ham ochilib yopishlari chotki. Ishlashlariga gap yo'q. Romlarimiz razmeriga kelsak, 138 ga 182 bo'lgan. Tepadan framga tashab turib 50 sm pastini ochib berganmiz 2 ga bo'lib. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, albatta Sherdor Akfaga murojaat qilaverasizlar. Xudo xolasa kelishtirilgan narxlarda ko'ngilli edi qilaveramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizni kuzatishda davom etinglar.